14 ta savolga to'g'ri javob bergan odam ilmdan ancha xabar bor odam bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga vahiy tushgandan keyin orada qancha vaqt vahiy tushmagan? Erkaklar ichida birinchi bo'lib islom dinini kim qabul qilgan? Namozga azonni eshitgandan keyin nima qilish kerak? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu sabab jannat bashorati berilgan sahobalarning nechtasi islomga kiradi? Oysha onamiz roziyallohu anhu hijriy nechanchi yili vafot etgan? Namozdan keyin subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar necha martadan aytish kerak? Vafot etgan odamni kim yuvish kerak? Islom diniga yashirin da'vat qilishlik necha yil bo'lgan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning eng kuchli da'vatlari nima edi? O'lik tug'ilgan bolaga janoza o'qiladimi yoki o'qilmaydimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ona tarafidan buvilari kim bo'lgan? Torik surasi necha oyatdan iborat? Ixlos surasi qaysi shaharda nozil bo'lgan? Masad surasining yana bir nomini bilasizmi? Go'zallik har narsada mavjuddir. Biroq bu go'zallikni ko'rish hammaga ham nasib qilmagan. Barakallohu fikum.